Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarning bo'sh vaqtlarini unumli tashkil etish, ularni jismoniy va ma'naviy rivojlantirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan prezidentimiz tashabbusi bilan hayotga tatbiq etilayotgan Dolzarb 90 kun dasturi doirasida turli madaniy, ma'rifiy va sport tadbirlari tashkil qilinmoqda. Sport turlaridan bo'lgan kiber sport musobaqalarining viloyat birinchiligi bosqichi haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Shu kunlarda kibersport musobaqalarining viloyat bosqichi qizg'in va murosasiz kechmoqda. Musobaqalarda 8 ta oliy ta'lim muassasasi jamoalari respublika bosqichining saralash jarayonida o'zaro kuch sinashmoqda. Ushbu musobaqalar 4 ta mashhur kompyuter o'yinlari yo'nalishida o'tkazilayotgani bilan ahamiyatlidir. Bunda ishtirokchilar 10 ga yaqin turlar bo'yicha maxsus video o'yinlarda o'z iqtidorini namoyon etishadi. Bunda bevosita ishtirokchilarning strategiya, jamoaviy hamkorlik va intellektual qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishlari uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Kibersport bu yoshlarimizni tezkor fikrlash, ularni intellektual salohiyatini oshirish bo'yicha, ular hamda jamoaviy ishlash bo'yicha o'zlarining ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Bunda talabalarimiz o'zlariga jamoa bilan ishlashni, sheriklarni tushunishni va unga qanday yordam kerakligi va bo'lsa ular bilan birgalikda ishlash kerak ekanliklarini o'zlarida amaliyotda sinab ko'radilar. Hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasida tashkil qilingan Dolzarb 90 kun doirasida Oliy ta'lim vazirligi hamda Farg'ona viloyati hokimligi bilan hamkorlikda tashkil qilingan kibersport musobaqalari doirasida Xorazm viloyatidagi 8 ta oliy ta'lim muassasalarida kibersport musobaqalarining 4 ta yo'nalishi bo'yicha viloyat bosqichi bo'lib o'tmoqda. Bunda bizning Tatturganch filiali jamoalarimiz faol ishtirok qilib kelishmoqda. Bungacha har bir oliy ta'lim muassasalari o'zlarida saralash bosqichlari o'tkazilib, har bir oliy ta'lim muassasalarida 100 dan ortiq talabalar qamrab olingan bo'lib, hozirda ham final bosqichida har bir oliy ta'lim muassasasidan 25 nafardan ortiq bo'lgan, ya'ni 4 ta yo'nalishda 100 dan ortiq talabalar bellashmoqdalar. Hozir bu yerda g'olib bo'lgan jamoalar 23-25 kunlari Farg'ona viloyatida tashkil qilingan respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritadilar.